Uzun tunlar bedor erkalar odam qilgan mushtdek tanamni qani borib yoniga har tong qo'llaridan o'psam onamni dardlarini olib o'zimga nurga o'rab butun olamni rayhonlarni to'shab poyiga hajga olib borsam onamni quchsam kelar rayhon izlari qarang meni gulolamni yuragimda qolmaydi armon rozi qilolsam gar onamni onam 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 chiroyligim onam 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 munisim onam 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 chiroyligim onam 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 munisim onam uyga kirsam kulib beg'ubor sezdirmaydi tashvishu g'amni yaratganim o'zing birsanu panohingda saqla onamni qo'llaridan o'psam erkalab dunyoda eng munis kinamni yuragimda qolmaydi armon rozi qilolsam gar onamni yuragimda qolmaydi armon rozi qilolsam gar onamni onam 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 chiroyligim onam 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 munisim onam 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 chiroyligim onam 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 munisim onam Poyimizda yiqilsa g'amlar umidlardan solsam gilamni dog'da qolsin g'amu tashvishlar rozi qilolsam gar onamni yuzlariga yugursa shodlik baytullohda qilsam mehmonlar to umrbod dardiga darmon bo'lolsaydim munis ginamni qo'llaridan o'psam erkalab dunyoda eng munis ginamni yuragimda qolmaydi armon rozi qilolsam gar onamni onam 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 chiroyligim onam 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 munisim onam 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 chiroyligim onam 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 onam
Assalomu Assalomu alaykum. alaykum. Xayrli tong. Shohsanamxon qani? Kerak. Rahmat. Vaqtimizga barcha onajonlarimiz salomat bo'lsinlar. Onajonlarimizni eng chiroyli ta'riflagan ijodkor xonanda Shohsanam Xolmirzayeva studiyamiz mehmonilar. Ko'rganimizdan juda ham xursand. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Kayfiyatlar qanaqa? Kayfiyatlar a'lo. Erta tongda sal uyqusirashni hisobga olmaganda kayfiyatlar a'lo. Avvalo assalomu alaykum. Hurmatli mahalla kanaliga sozlab, televizorlarni ko'rib o'tirgan hurmatli xalqimiz, ota-onalarimiz, qolaversa mening aziz oilam. Barchaga Alloh kayfiyat hamroh bo'lsin kun davomida. Sizga ham Alloh kayfiyat hamroh bo'lsin. Rahmat. Ko'rib juda ham xursand bo'ldik Rahmat. Shohsanamxon. Bizda hozir reklamamiz bor. Reklamadan so'ng chiroyli samimiy suhbatlar va dil tortar qo'shiqlardan bahramand bo'lasiz. Marhamat. Dilafuruz Shohsanam Xolmirzayeva go'zal Farg'onaning So'lim Rishton tumanida tavallud topganlar. Bugun Oynai jahon orqali voliday muhtarama, padar buzrukvorlar ko'rib turishibdi, jigar go'shalar ko'rib turishibdi. Ona haqidagi qo'shig'ingiz juda ham chiroyli chiqdi Shohsanam. Premyera qo'shiq bizda premyera bo'ldi. Haqiqatda go'zal chiqdi. Onajonim uchun onam ozgina toblari qochgan paytda bu qo'shiq o'zim qarab yotganman, qarab turganman-da va kechalari uxlamasdan mana shu bizga allaytib bedor bo'lib qaragan bo'lsa, mana shu so'zi bilan bu qo'shiq kelgan. She'ram o'zingizga She'ram mualliflik. Yo'q, endi o'zimniki demayman, chunki bu she'ri tayyor holatda keyin ustozimiz Azam Mahmudga topshirdim va chiroyli qilib sayqalab berdilar. Haqiqatda. Onalarni mehnatini har qancha bir e'tirof etsak ham ta'riflar tugamaydi-da. Hozir shunday fikr bo'ldiki, hech kim ko'rmasa ham dadajonim ko'radilar meni degan fikr bo'ldi. Hech kim ko'rmasa ham YouTube tarmoqlarida ham shu 2018dagi Turkiston saroyida, 2019-yil Xalqlar do'stligi san'at saroyida jonli ijroda yakkaxon konsert berganman. Ularni ham boshdan oxirigacha bir ko'rib o'tkazib bo'lsa ham ko'rib, yangi ijod mahsulotlarimni hammasini ko'rib chiqardilar. Ayam aytadilar keyin, qizim qara deydi, dadang shuncha ko'rsam zerikmaydilar. Erta bo'sh bo'ldi, telefon oladilar-da, o'zim meni ko'rib o'tiradilar-da. Chunki siz faxrsizda, bu xonadonni faxrisiz. Haqiqatda ota-onalar farzandlarini har bitta yutug'idan bizdan-da 10 chandon qiladigan olam quvonchlariga qarang. Borlariga shukr. Borlariga shukr, o'sha boshingizdagi tojdoringiz bo'lgan, xonadoningizda duogo'ylari bo'lgan, sizni erta-yu kech duo qilib turgan ota-onalaringiz sizni boyligingiz. Albatta. Baxtingizga ko'z tegmasin deymiz. Shohsanam baxtliman, Alloh ko'z tegmasin, haqiqatda. O'shaning uchun ham yoshsiz, o'shaning uchun ham bolalik kayfiyati bor ekanda. Sizda jajji qizaloqlik o'sha kayfiyati bilinib turibdi. Ojargina, qaysargina, erkagina. Qaysidir ma'noda haqiqatda erkaligingizga, bolaligingizga ko'z tegmasin. Ana endi ijodiy o'sha jarayonlar haqida gaplashamiz. Nimalar bilan bandsiz? Jo'shqin ijod ketyapti bilamiz hozir. Mana shular haqida gaplashaylik. Televideniyadan ozgina uzilib qolgan bo'lsam-da, kliplar orqali, lekin suhbatlarga chiqib turibman, lekin ijtimoiy tarmoqda juda faolsiz. Faolman, ha, ijtimoiy tarmoqlarda, Instagram, YouTube, Telegram tarmoqlarida faolman. Ijodim to'xtagani yo'q. Qo'shiqlar ketma-ketligi, mana Munisim onam eshitdinglar, yana bir Qo'qonli bala deb o'zimizni shu Qo'qonning shevasida bir yangi premyera qo'shiq qildim. Ana undan keyin yana ketma-ket. Agar zapasda bir qo'shiq turmasa, yuragim hapqirib ketadi-da, lekin xuddi hech narsa qilmayotgandek tuyuladi xayolimda. Bir kunda hech bo'lmasa bitta ish bajarishim kerak. Ertangi kunga menga bir qadam bo'ladi. Shohsanam ish faoliyat qayerda? O'zbekiston davlat filarmoniyasida yakkaxon solist xonandalar hozir ijod qilib. Ulug' ustozlar ishlagan filarmoniyada